mana shu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Do'stim, qarang, siz arab alifbosini o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlayapsizmi, vujudingiz bilan xohlayapsizmi do'stim? Buni yo'li juda oson. Ya'ni kim ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. Shunaqangi sokin yerlarga kelib, imoningizni mustahkam qilib, maza qilib mutolaa qilsangiz bo'la. Qolaversa, harflari katta-katta holatda yozilgan. Undan tashqari sarg'ish ranglar bilan yozilgan hisobiga ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Kitobimizni xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz 99 kodi bilan 789 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu videoda jannatda billa bo'lishni xohlagan insoningizga jo'natib qo'ying. Ahlan va sahlan.